Azlar ahli sunna val jamoa islom tarixining barcha davrlarida musulmonlarning katta qismi tutgan yo'l hisoblanadi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va xulafoi roshidin, ya'ni chahoryorlar radhiyallohu anhumning sunnatlarini ushlagan va sahobalar, tobiinlar, 4 mu'tabar fiqhiy mazhab imomlaridan iborat din peshvolari yo'liga ergashgan jamoani ahli sunna val jamoa deyiladi. Azlar mana shu ahli sunna val jamoani tashkil qilgan sahobalardan tobiinlar ilm o'rganishdi. Ulardan esa mujtahid olimlar din ilmini qabul qilib oldilar. 2-hijriy asrda ba'zi ilm ahli mutashobih oyatlarning zohiriga yopishib, Alloh taoloning ism va sifatlarini isbotlashda mubolag'a qilib tajsim, ya'ni Alloh taologa jism nisbat berishga o'tib ketishdi. Endi buning muqobilida Mu'tazila firqasi chiqdi-da, Alloh taoloning noloyiq sifatlaridan poklaymiz deb oyat hadislarda sobit bo'lgan sifatlarni endi yo'qqa chiqarishni boshlashdi. Tajsimchilar Alloh taologa nisbatan jism nisbat berishni boshlashgan bo'lsa, Mu'tazilalar Xudo taoloning sifatlarini yo'qqa chiqarishni boshlashdi. O'sha paytda yashagan Ahmad ibn Hanbal va boshqa ahli sunna vakillari rahimahullohlar ularga raddiya bildirishdi. O'zlaridan avvalgi sahobiylar, tobiinlar va mujtahid ulamolarning yo'lini tutib, mutashobih oyatlar haqida Alloh taoloning sifatlari oyati karimalarda qanday bo'lsa shunday iymon keltiramiz va uning ta'viliga kirishmaymiz dedi. Mu'tazila va mushabbihalarning bid'atlari yuzaga chiqib, ularning so'zlari tarqalgandan keyin bir qancha ulamolar ahli sunna val jamoaning e'tiqodini kalomiy hujjatlar va usuliy dalillar bilan quvvatladilar. Bu ishni Imom Abul Hasan Ash'ari va Imom Abu Mansur Maturidi kabi zotlar ahli sunnaning e'tiqodini bayon qilish, shubhalarni daf qilish, naqli va aqli dalillar keltirish bilan chiroyli ado etib berdilar. Abul Hasan Ash'ari va Abu Mansur Maturidi ahli sunnaning aqoid bobida imomi ekanlari haqida ko'p ulamolar ta'kidlashdi. Jumladan Imom Ibn Hajar Haytami ahli sunna val jamoatdan murod bu Abul Hasan Ash'ari va Abu Mansur Maturidi tutgan yo'ldir deganlar. Hofiz Murtazo Zabidi ham aytadilarki, ahli sunna val jamoa deyilganda Imom Ash'ari va Imom Maturidilar tushuniladi deb aytib o'tganlar. Alloma Tosh Kubrizoda ham aytganlarki, bu haqida ma'lum bo'lsinki, ahli sunna val jamoatning kalom ilmi, ya'ni aqoiddagi raislari 2 kishidir. Birlari Hanafi, boshqalari esa Shofiiydir. Hanafiylari Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud Maturidi, u zot Imomul Huda deb nom taratganlar. Ikkinchilari Shofiiy, ya'ni din himoyachisi, musulmonlar aqidasini saqlashga harakat qiluvchi Abul Hasan Ash'ari Basridir deb aytib o'tadilar. Imom Mahmud Zohid Kavsari, Imom Ash'ari va Imom Maturidiylar Mashriq va Mag'ribda ahli sunna val jamoat imomlaridir. Ularning ko'p sonli kitoblari bor. Ular o'rtasidagi aksariyat ixtiloflar bir lafzi xolos deyiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam fa iza ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bis-sawadil a'zam. Ya'ni agar ixtilofni ko'rsangiz, katta jamoani lozim tuting deb Imom Ibn Mojah rivoyatlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ixtiloflar, firqalar ko'paygan mahalda katta jamoani, ya'ni ahli sunna val jamoani mahkam ushlashlik, lozim tutishlikni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytib o'tib ketgan ekan. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, azizlar, hozirgi kunda ahli sunna val jamoa deb aqidada, ya'ni e'tiqodda Imom Maturidi va Imom Ash'ari mazhablari fiqhda bo'lsa,
4 mo'tabar. Hanafi, Maliki, Shofi'i va Hanbali mazhablariga ergashganlar mana shu ahli sunna val jamoa deyiladi. Ahli sunna ichida bulardan boshqa azlar e'tiqodiy va fiqhiy mazhablar mavjud emas. Ulamolar tan olgan. Fiqhda 4 ta mazhab, aqidada Imom Maturidi va Imom Ash'ari siz bilan biz ahli sunna val jamoani yo'lboshchilari hisoblanadi. Mana shu yo'ldagilar, ahli sunna val jamoadagilar inshaalloh dunyo oxiratda najot topuvchi mu'minlar deb aytib o'tilinadi. Alhamdulillah, Alloh taologa shukronalar bo'lsin azizlar. Siz bilan biz mana shunday aqidamizda Imom Maturidiyni yo'llarini ushlagan. Fiqhda esa Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablarini ushlagan ahli sunna val jamoa jamoasining ichidaligimiz bu siz bilan bizlarga Robbimizning ulug' bir ne'mati, katta bir marhamatiki, mana shu yo'lda doim azizlar mustahkam bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Alloh taolo bizlarni o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirib qo'ymasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.